Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam da'vatini oshkor qilgan kunidan boshlab qavmdoshlari tarafidan aziyatlarga, masxaralarga, tahdidlarga, zarbalarga, kaltaklarga duchor bo'ldilar, lekin bularni birontasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qo'rqitmadi, cho'chitmadi. Sahobalar. Ular aytishadi, Madinada turar ekanmiz, to'satdan tashqaridan qattiq bir narsani ovozi eshitildi. Baland brahimalik ovozi eshitildi. Odamlar to'planishdi va uyiga tarqashdi. Tayyorgarligini ko'radi, qaytib kelib mana shu ovozga qarab chiqib borishlik kerak. Musulmonlar uylariga borib, tayyorgarligini ko'rib yig'ilib, endi Madinani tashqarisiga chiqmoqchi bo'lib turganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ulovlarni minib tashqaridan kelayotgandilar. Bo'ldi, hech gap yo'q ekan, tinchlik, xotirjamlik, qo'rqmanglar, tarqalinglar deb hammani uyiga tarqatib yubordi. Ya'ni odamlar to'planib uyiga borib tayyorgarlik qilgunlariga qadar Rasululloh yolg'iz o'zi ulovni minib chiqib,